Hammani qiziqtirgan Elparvar Jim avtokreditga bugun tashrif buyurdik. Adreslarni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Sergeli mashina bozoriga 500 metr yetmasdan metan zapravkani oldi Elparvar Jim avtokredit. Xo'sh, xodimlari bilan suhbatlashamiz. Hozir kommentariyada eng qiziq bo'lgan savollarni berib o'tamiz. Xo'sh. Bahodir aka. Assalomu alaykum. Okajon, yaxshimisiz? Rahmat. Mana bugun keldik. Sizga o'tgan safar telefon qildik. Qachon borsangiz, любой vaqt kelinglar deganingiz bostirib keldik. Akajon, kommentariyada yozib o'tishgan eng qiziqarli savollardan berib o'taman. Xo'p. Avvalo salom berib olsangiz. Assalomu alaykum Elparvar Jim avtokredit obunachilari. Akajon, kommentariyada yozishibdi. Rostdan ham bitta dona pasport evaziga chiqarib berishadimi deb. Bitta pasport evaziga chiqarib beramiz. Bitta pasportda faqat anaqasi bo'lmasligi kerak, bir muammosi bo'lmasligi kerak. Avval muammo deganda qanaqa? Historiya, qanaqa? Bu avval kredit olib muammo qilmagan bo'lsa, vaqtida to'lanib yurgan bo'lsa, o'sha bitta pasport evaziga qilib beramiz. 12 ta viloyatga qilib beramiz. Vohaga chiqaramiz, Toshkent viloyat, Toshkent shaharga chiqaramiz. Vodiyga chiqaramiz, deymiz. Vodiyga ham chiqarib beramiz. Kommentariyada bitta savol berishibdi. Ko'p joyga borsa, vodiyga yo'q deb atkaz berayotgan ekan. Sizlarda ham yo'q, bizlarda unaqa emas, vodiyga ham chiqarib beramiz. O'zbekiston fuqarosi bo'lsa bo'ldi, bitta pasport evaziga. Yana qiziqarli savollardan zalog talab qilinadimi deb savol berishyapti. Yo'q, zalog, kafil, hech qanaqa unaqa narsa yo'q. Doxodlar, hech qanaqa narsa yo'q. O'sha mashinani o'zi turadi, garovda. Vaqtincha taxib qo'yadi. Mashinalarning eng boshlang'ich to'lov pasi, balonini aytib o'tsangiz. Eng boshlang'ich to'lovimiz pasi $500 bilan bo'ladi. $500 bilan chiqaramiz. Sparklarimizni, Nexia 3 kubotlarimizni eng boshlang'ich to'lov pasi $1000 bilan chiqaramiz. Gentralarimizni ham shunaqa 1200, 1300 bilan chiqarib beramiz. Ko'p joyda boshlang'ich to'lovsiz deb reklama qilib chaqirib, oldilariga borishsa, u narsa yo'q bo'lib chiqyapti. Sizlarda ham shunaqa vaziyatlar bo'ladimi? Mana shu kuni o'zimizdan birinchi may kuni qo'ydik. Boshlang'ich to'lov sparklar qo'ydik. Shu to'rtta spark chiqardik, boshlang'ich to'lov qilib. Shu to'rtta spark chiqardik. O'zimizdan. Ularga nima ekan hozir aniq bilmadim ular. Qanaqa? Yana bitta savol, mashina olayotganda ayolini roziligi onlayn yo misol uchun o'zini viloyatdan turib olish imkoniyati bormi sizlarda? Ayoli onlayn qilib bersa bo'ladi roziligida. Bo'ladi. Hech qanaqa ayolni olib kelish shart emas. Uzoq joyda turadigan bo'lsa olib kelish shart emas. Akajon, bo'lmasam bitta ikkita mashinalarni obzor qilib bersangiz, obunachilarga qiziqroq bo'ladi. Iloji bo'lsa ichlarini ochib ko'rsatsangiz. Nimadan boshlaymiz? Sparkdan boshlaymiz? Sparkdan boshlay qoling. Mana mexanika sparkimizdan boshlaymiz. Mana 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Minishga tayyor. Metan gazi bor, probeglari ham kam. Bizada ko'p kraskasi bor mashina bo'lmaydi. Orqalardan ko'ring. Bizada bo'lsa bitta ikkita texnik bor mashina. Lekin ko'p kraskasi oldi, orqadan udar bo'lgan unaqa mashinamiz yo'q. Avtomat korobkasidan ham bitta ko'rsatsangiz. Mana avtomat korobkasi. Sparkimiz, kraskalar hozir ko'p yumshoq baloni bor. 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Minishga tayyor mashinamiz. Yaxshi diskalarni taqib qo'ygan. Ason kolonkalar yaxshi holatda. Mashina zo'r ekan lekin. Mini bersa bo'ldi, kreditni vaqtida mini bersa bo'ldi. Mashina rostdan ham zo'r mashina ekan. Ana ko'rsanglar bo'ladi, aziz obunachilar. 2018 dan 22 gacha bor sparklarimiz. Mana Nexia ushlarimizni 2018 dan 22 gacha bor. Mexanika deydimi, avtomat korobka deydimi, gazli deydimi, gazsiz deydimi, barcha turdagisi bor. Mana kubotlarimiz ham xuddi shunday. Kubotlarimiz bugungi kunda 20 dan 25 gacha bor. Restoran kubotlarimiz ham bor. Mexanika deydimi, avtomat korobka deydimi, gazli. Kubotlarning oylik to'lovlarini bilan bitta tanishtirib o'tsangiz. Mexanikalarimiz 3600 dan chiqadi. Avtomat korobkalarimiz 4 million atrofida chiqadi. Yaxshi to'lasa bo'ladi. Boshqalar 1200 dan qilib beramiz. Akajon, yana bitta savol berib o'tsa, Elparvarda misol filialimi, bironta joyi bormi? Yo'q, Elparvar bitta. Elparvar mana shu Sergeli mashina bozoriga yetmasdan chap qo'lda o'zgarishdan kelganda.
Agar indeks tarafdan, mana yarmarka tarafdan keladigan bo'lsa, 10 qo'lda keladi mashina bozorda o'tgandan keyin. Elparvar bitta shular bo'lsa 12 ta bo'ladi. Da, metan zapravkani shunday yonginasida ekan do'stlar. Damaslarimiz bu. Damaslarimizni ham 500 dollardan chiqarib beramiz. 12 ta bo'layotgan. Akajon, mana shu mashina hammani jalb qilyapti. Bu mashina nima? O'zinglar uchunmi? Bu mashina endi buni ham qiziqadiganlari bor. Buni ovchilar deydimi? Aha. Ovchilar o'shanaqalar oladi, o'zi qiziqadiganlari bor. O'shanga bundan ham qo'yib qo'yganmiz, uni naqd pulga sotamiz. Qiziqadiganlar bo'lsa kelaversin, chiroyli arzonlashib beramiz. Minishga tayyor. Asli toqqa bob Mana mashinada bu. do'stlar, xohlasanglar bu yerda Niva, Captiva xohlagan mashinalarni topsa bo'lar ekan. Damaslarimiz ham tayyor. Gazi bor, salonlari yaxshi, yumshoq balonlari bor, mana balonlari. Damas tonirovkalari ham bormi akajon? Bor. Va, zo'r ekan Damas. Mana Captivalarimiz bor. Captivalarimiz boshdan to'lovsiz qilib beramiz. Hech qanaqa to'lovi yo'q, bosh Hech qanaqa to'lov. yo'q. Ye gap yo'q. Mana trekkerlarimiz bor. Trekkerlarimizni 1 400 chiqaraveramiz. Nexia 3 deysizlarmi, Cobalt deysizlarmi, juda ham mashinalari ko'p ekan. Yana bitta narsani aytib o'tay. Bizda trading xizmati ham bor. Trading xizmati bu o'zlarining minib yurgan mashinalari bo'ladigan bo'lsa, olib kelsa, bozordan 200-300 dollar qimmatiga olib, o'zlari tanlagan mashinadan qilib beramiz. Da, o'zinglar olib